O'zbekistonda eski avtomobillardan foydalanish taqiqlanmoqda. Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, joriy yil 1-fevraldan boshlab ishlab chiqarilganiga 50 yil va undan ortiq bo'lgan transportlardan foydalanish Shu qonun to'g'ri kiritildi. Gaplar mana ham qo'shiladi. Nimaga deganda, masalan, ko'chada yurasiz, eski mashinalar ko'chani qunuq turadi. Odamlarda pul ko'p, rost olmaydi. Nima keragi borda o'sha yuraveradi. Qachonki shu qonun kirsa, endi qonunda mumkin emas deb qo'yib turib, motorga tashlaydi, yangisini olib minib yuraveradi. O'zbekiston xalqida bu pul more. Rost eski mashina minishga qanaqadir qiziqamizda. Yangi olib minsa bo'ladi. Lekin minmaymiz. Nima kerak bor? Eskini minishga chiqib Masalan, qo'yna kiyimdan ham yangilar o'yda turadi. Lekin eskisini kiyamiz. Nimagaki? Qadrdon bo'lib qolganda. Buni bu 3-4 yil oldin qilish kerak edi. Bu qonunni 3-4 yil oldin chiqarish kerak edi. Yaxshi qilibsizlar. Buni u cho'zib o'tirmasdan tez hal qilish kerak edi. O'shanda odamlar yangi mashina olib ishxonasiga boradi. Mana yuk tashiydiganlar ham qimmat mashina Gentra, mana 10X larni olib duvga qo'yib yuk tashiyveradi. Eski mashinani endi duvgalarni qilib, keyin yangini olib nima qilaman shu nimaga eskiga qiziqadi-ku. Qadrdon bo'lib qolganda, parillab tutab yuradi. 10X lar yaramaydi. Masalan, Gentralar ham yaramaydi yuk tashiga. O'shaning shu eski olib minib yuraveradi. Yaxshi o'ylab turibsizlar. Endi mana yostiq tagidagi pullarni ishlatadigan payt kelibdi-da.